2025-yil dekabr oyidan maktabda shu yo'nalishda ishlar ta'miri boshlandi va yanvar oyida, demak 2-3 oylik vaqt davomida bizga ta'mirlab, demak topshirishdi. Maktabda o'sha taktil yo'lakchalar, alohida STEM xonasi, alohida nogironligi bor o'quvchilar uchun, inklyuziv yo'nalishda ta'lim berish uchun alohida xona va alohida bu yo'nalishda o'quvchilar uchun alohida hojatxona tashkil etildi. O'quv jarayoni uchun ham, demak, bevosita o'quv jihozlari, parta, stol, stullar, bu xonalar ta'minlandi. Quvonarlisi, metodikani rivojlantirish bo'yicha ham metodik yordamni oldik va metodik jihozlar yetkazildi, noutbuklar yetkazib berildi, elektron doskalar yetkazib berildi. Bu ham quvonarlisi, bevosita jarayonda shu narsani ishlatyapmiz. Ijtimoiy inspeksiyaning Toshkent shahar boshqarmasi, Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi hamda Toshkent shahar prokuraturasi bilan hamkorlikda Toshkent shahridagi 130 ga yaqin umumta'lim maktablarda nogironligi bo'lgan bolalarni umumta'lim maktablariga jalb qilish, shu jumladan inklyuziv sinflar faoliyatini tashkil qilish, maktablarda to'siqsiz muhit va korreksion xonalariga moslashtirish bo'yicha o'rganish ishlari amalga oshirildi. Bugungi kunda Uchtepa tumanida joylashgan 287-sonli umumta'lim maktabida nogironligi bo'lgan o'quvchilar uchun yaratilgan qulay muhit va to'siqsiz sharoitlar ko'zdan kechirildi. Ko'zdan kechirish jarayonida maktabda nogironligi bo'lgan o'quvchilar uchun to'siqsiz muhit, kontrast yo'laklar, tayanch harakatida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar uchun alohida hojatxonalar, yo'laklardagi tutqichlar, korreksion va sinf xonalaridagi jihozlar bilan ta'minlanganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, Toshkent shahar bo'yicha o'rganilgan maktablarda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan tegishli mas'ullarga tavsiya va tushuntirishlar berildi.